Oka, 1 minut. 1 minut. Videoni o'tkazib olmaysiz. Prosta eshiting, yoqmasa meni o'tkazib olasiz. Agar yoqsa, to'g'ri gapirayotgan bo'lsa, xohlasangiz like bosib, bitta podelitsiya qilib olasiz. Sportga ko'ryapsiz, juda katta e'tibor berilyapti. Mana kuni kecha sportchilarimiz ham oltin medallarni qo'lga kiritib kelishdi. Sport sohasida mamlakatimizda menimcha pashti bir yetakchi o'rinlarga chiqib qoldi. Oka, sport bilan mamlakat kelajagini bunyod etib bo'lmaydi. Bunda ko'zimizni ochib qarasak, oka, mamlakatimizda ta'lim sohasi cho'kib ketyapti, cho'kib bo'ldi. Ustozlarni behurmat bo'lgan yurtda kelajagi bo'lmaydi deb eshitgandim. Yaponiyada даже shu kunchiqar mamlakatda ustozlarni juda hurmat qilib, даже birinchi o'rinda turishadi. Bizda ustozlarni oyog'ini uchida ko'rsatib, kerak bo'lsa tefga tushyapti. Yo, gapim noto'g'ri bo'lsa ayting, oka, ta'lim sohasi nima bo'lyapti? Qayerga boryapti? Qayerga ketyapti, oka? Jarga qulab Titanikga o'xshab cho'kib ketdi, oka. Xuddi mana Leonardo DiCaprio ta'lim bo'lsa, Kate Winslet sport bo'lyapti-da, tepaga chiqib qoldi. Oka, men sportga qarshi emasman, lekin ta'lim sohasiga ham kimdir bir e'tibor berish kerak-ku, to'g'rimi? O'sha narsani bir yo'lga qo'ysa, bir mashinaga videolar chiqarib, bir mashina bizani taniqli blogerlarimiz faqat soqqan orqasidan qo'l yurmay, kelajagini ham ozgina o'ylab qo'ysa, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Nima deb o'ylaysiz? Salomat bo'ling, oka. Agar mabodo video yoqqan bo'lsa, bitta podelitsiya qilib olasiz, bo'ldi, oka.